Bismillah, alhamdulillah, salatu assalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qarabağ qishlog'i. Mana bugun Ramazon oyida turibmiz. Inshaalloh mana sizlarning qishlog'ingizga yana mehmon keldik. Uy reklama qilishga. Uyimizni manzilimizni hozir avvalida qo'yib o'tib ketaman. Qanaqa kelishlari manzili Baxtamonda uchilishi bor, bozorning oldidan so'ngga kirasizlar. 200 metr yurgandan keyin o'ng tomonda uyimiz. Hozir barini to'liq obzor qilib ko'rsatib beraman. Bu uyimiz yo'lning chetida biznesga arналган. Biznes qilsanglar ham bo'ladi. Yonida klinikasi bor ekan. Inshaalloh kelsanglar, mana shu ekrandagi nomerlarga xabarlashinglar. Mana nomerga. O'ziga lichkasiga o'ziga telefon qilasizlar, o'zi batafsil bar ma'lumotlarni beradi. Videoning oxirida reklama uchun yana o'zim nomerimni qo'yib ketaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ketib bir ko'rsatamiz o'yin. Mana uyimiz sirti. Biznes Baxtamon uchilish tomoni. Baxtamon больницаga chiqadigan tomon. Baxtamon больницаga chiqadigan tomon. Mana shu uyimiz saqladi. Biznes planga ham zot ketadigan. Sirtida magazini var. İnşallah ket. Alsı 14,5 sotlik yeri. Ekrandagi nomerga xabarlashinglar, bana emas. İnşallah. Uyimizin maydani 14 sotlik var. Ay şunun ay şuna acayip. Katta. 7 sotlikka bölüp var, satып alsаңlar ham bo'ladi. Endi biznes planga alaman desеңler, 14 sotlik yer. Yo'lning bo'yi. Uyimizning kelishgan holda kelisizlar batafsil sizlar bilan bir piyola choy ustida kelishib sizlarga dokumentalni o'tkazib beradi inshaalloh. Kelishasizlar, summani eshitdi, babaydan o'zidan eshitasizlar. Dadadan to'yist. Shunday akalar. Yana reklamalar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga xabarlashinglar. Sizlar uchun har doim tayyormiz. Sizlar uchun xizmat qilishga. Shunday. Yana bir band Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammamizni Ramazon oyida yetkazganiga alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oldida tikuv sexi bor ekan. Mana shunday. Mana biznes planga arналган. Tepaga chiqadigan yo'l больницаga boradi. Vaqtin keladigan yo'l uchilishi tomonidan bozor tomonidan kelsa bo'ladi ekan. Mana shu uyimiz saqladi inshaalloh. Kelishgan holda shu tepda. Ko'kjiylilar ham o'sib boradi. Kelinglar ko'ringlar inshaalloh. Sizlarga baraka qilib satib beradi inshaalloh. Biznes plan qilsanglar ham bo'ladi.